Va o'sha asosiy mavzularimizdan bittasi bu live streamni qanaqa qilib logistikada qotib qolmaslik. O'sha boyni aytib o'tganimdek, zinani to'g'ri bosib o'tish kerak. Okay, men hozir dispetcher bo'lyapman, nima qilish bilmayapman, bo'ldi, o'sha bu yog'i rost yo'q deydi. O'sha rost yo'q paytingizda eng asosiy rost bo'ladigan narsa bu o'zingizni kompaniyangizdagi og'irligingizni ko'paytirishingiz va o'zingiz haqida backgroundni zo'r qiling. Hozir Hunting prilojeniyani ichida ham o'zingizning rezyumengiz, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube ochib qo'ying. Nima yo'qotdingiz? Biznes ochayotganingizda birdaniga experienced odam olishingiz shart emas. Bitta dona o'zingiz kasbdor bo'ling, o'zingiz sohangizda biling va boshqa sohalar bilmaydigan sohalaringizda liba sherik oling, liba o'sha sohani ekspertini oling. Amerikan banklarida oylik to'lovlar ham juda kam. Lekin nimaga odamlar o'sha yerda ishlaydi? Sababi karyerni rost juda zo'r. Karyerni rost 10 yilda New Yorkdagi qaysidir branchda top vice prezidenti bo'lib ketishi mumkin.